Dushanba. Barakalla. Demak, hozir biz qaysi faslni bizni hozir qaysi fasl hukm suryapti? Fasli. Bugungi darsimiz qaysi dars? Tabiiy fan. Tabiiy fandan mana bugun siz bilan biz bir qancha kundan beri tabiiy fan darsimizda mavzular o'rganib kelyapmiz. O'sha o'tilgan mavzularimiz asosida bugun takrorlaymiz. Bugungi mavzuyimiz o'tilgan mavzularni takrorlash. Demak, qarang, biz sizlar bilan o'rganayotgan mavzularimiz yovvoyi hayvonlar, tabiiy hodisalar, tabiat hodisalari, yana qanday deyman, jonli tabiat mavzularini o'rgandik. Biz yana boshqa mavzularni ham o'rgandik. Demak, o'tilgan mavzularni mustahkamlashda biz siz bilan musobaqa darsida o'rganamiz. Bugungi o'tadigan musobaqa darsimizda biz Piaget metodidan foydalanamiz. Piaget metodida biz sizlarga men hozir rangli tayoqchalarni tarqataman. Har bir qatorga ana shu rangli qatorlar tayoqchalar tarqatib test savollariga javob beramiz. Test savol javoblarimiz hammasiga har bir punktini hammamiz ranglar bilan. Ranglarni men esa doskalarga yozib qo'yganman. Siz test javoblarni mana shu ranglarga qarab belgilaysiz. Tushunarli bo'lyaptimi, bolajonlar? Kimga qaysi rang ma'qul bo'lsa javobda, o'sha rangni siz qo'lingiz bilan ko'tarasiz. Har bir guruhimizdan bitta o'quvchi chiqib, bizning mana bu yerdagi savolimizni oladi. Savolda qaysi guruhga qaysi savol tushsa, o'sha savolga javob beradi. Tushundingmi, bolajonlar? Qani, bu qatordan qaysi o'quvchi chiqadi? Chiq. Keyingi qatordan. Kel. Bu qatordan. Kel. Demak, qarang, biz siz bilan mana bu yerda qani savollarni olamiz. Joyimizga o'tirib savolga javob topamiz. Tayoqchalarni olamiz hammamiz qo'limizga. Yana bor. Jonsiz tabiat kiyimsiz mevali daraxt gullayapti. Jonli tabiatga kiradigan qani muhokama qilib bo'ldikmi? Savolimizga kim qaysi guruh javob beradi? Savolimizga. Qani? Bu qatorda qani? Qani savolimiz? Mana biz nima qildik? Mana bu yerga punktlarimizni belgilab qo'ydik, to'g'rimi? Punktlarimizda A javob qizil bilan belgilanadi, B javob yashil bilan belgilanadi, D javob siyoh rang bilan belgilanadi. Qani mevali daraxtlar gullayapti. Bu nima? Tabiat hodisasi, tabiiy ofat, tabiiy o'zgarish. A punkti tabiat hodisasi, B punkti tabiiy ofat, D punkti esa tabiiy o'zgarish. Qani daraxtlar gullaganda qanday hodisa ro'y berar ekan? Qani javobimiz qaysi bir rangda turibdi?
bo'ladi bu qator guruhimiz. Jonli tabiatga kiradigan nimalar ekan qarang. A. Suv, B. O'simliklar, D. Bulutlar. Qani nimamizni belgilaymiz, ranglarimizni. Demak, yashil B javobi to'g'ri ekan. To'g'ri hammamiz bu javobni topdik. Demak, qarang, biz juda ham o'tilgan mavzularni yaxshilab mustahkamlab oldik. Endigi